Ham o'zim talabaman, ham qizim talaba. Ko'rding, oldin bitiryapman deb hazillashib qo'yaman. 13 yil davomida o'rta maxsus diplom bilan ishlab kelganman. Ovoz rejissyorligi boshqa jarayon, hozir o'qiyotgan axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar yo'nalishi bu umuman boshqa jarayon. Ovoz operatorligidan ovoz rejissyorligiga televideniyaga ishga o'tdim. Lekin baribir yoshligingizdagi talabalikka qabul qilinganingizdagi quvonch, xursandchilik bo'lmadi, bilmayman nimaga unaqa. O'zini vaqtida bo'lgani ma'qul ekan. Hozir o'ziga yarasha plus minus tomonlarini o'zim o'qish jarayonida ko'ryapman. 13 yil davomida o'rta maxsus diplom bilan ishlab kelganman. Menga juda ham to'g'risi ruhiyatimga yomon ta'sir qilardi. Boshqaruv xodimlari yoki majlisga yoki kimdir lavozimi ko'tarildi yoki boshqa ishga o'tdi degan joyda diplomim xalaqit berib qolardida. Shu oliy ma'lumotim yo'qligi doim meni juda ham xafa qilardi. Shuncha payt harakat qilib ko'rdim. 1-2 marta oliygohlarga topshirib ko'rdim. Bilimim yetarli bo'lmadimi, bilmayman, kira olmadim. Taqdir taqozosi bilan 2022-yil universitetga tavsiyanoma asosida qabul qilindim. Juda ham xursand bo'ldim. Lekin baribir yoshligingizdagi talabalikka qabul qilinganingizdagi quvonch, xursandchilik bo'lmadi, bilmayman nimaga unaqa. Baribir yoshlikni o'zini payti bo'lishi kerakmi? Menimcha shunaqa. 3 nafar farzandim bor. Farzandlarimga tinimsiz o'qinglar deb ta'kidlab kelaman, lekin yuragim bir chetida o'zim ham o'qishim kerak, men bularga namuna bo'lishim kerak degan fikr turardi. Hozirda 4-kursman. Juda ham quvnoq davra, kursdoshlarim yosh, har xil yoshdagilar bor. Lekin hammamiz bolaga aylanib qolamiz, mazza qilamiz. Universitetda o'qish umuman boshqa narsa ekan. Men buni talabalikni zavqini tuyapman. Juda ham xursandman. Nasib qilsa shu sohada ishlash niyatim bor. To'g'risi ingliz tilida juda qiynalyapman. Ko'proq farzandim sertifikat olgan, shunga murojaat qilib turaman. Lekin xursand bo'laman bolalarimga o'qi deb bekor qilmaganimni. Katta farzandim universitetga grant asosida qabul qilingandagi quvonch, u juda ham boshqacha quvonch. Juda ham xursand bo'lganman. Hozirgi yoshlar bilan mazza, darslarda bolalik, o'sha o'smirlik davriga qaytib qolgandek his qilaman o'zimni. Ham o'zim talabaman, ham qizim talaba. Keyin qizimga hazillashib aytib qo'yaman, men sendan 1 yil oldin bitiraman. Nima bo'lganda ham men sendan ko'rding, oldin bitiryapman deb hazillashib qo'yaman. Ham ishlayman, ham o'qiyman, ham oilamdagi o'zimni yumushlarim bor. Bu bilan ozgina qiynalib qolyapman. Shuning uchun yoshlarga vaqtida o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Qizim 18 yosh bo'lsa, doim aytaman, qizim oldin albatta o'qishingni bitirib olasan, xohlasang magistraturada davom ettir, keyin xudo xolasa turmushga uzataman seni desam kulib qo'yadi. Bu qiyin ekan, oila, ish, o'qish birga olib borish ozgina qiyin ekan. O'qishga qabul qilinganimni eshitganimda to'g'risi ham xursand bo'lganman, ham xijolat bo'lganman. Atrofdagilar nimadirkin, shu yoshda ham o'qish to'g'rimikin degan o'ylovlar bo'lgan. To'g'risi juda xijolat bo'lganman, ikkilanganman. O'qisammi, o'qimasammi? Keyin yaqinlarimga aytganman. Yaqinlarimga aytganimda juda xursand bo'lishgan. Mana hozirgacha ham mana o'rtada yana bir o'qigim kelmay ham qoladi. Chunki imtihonlarda ozgina qiynalib qolaman-da, tashlab ketgim kelib qoladi. Shunda ko'proq uyimdagilar, yaqinlarim, opam ko'proq aytadilar, o'qi, bu diplom kerak ekan degan fikr ko'p bildiradilar. Ular menga dalda berib turishadi. Kursdoshlarimdan ham ko'ngil uzolmayman to'g'risi. Juda ham ahil guruhimiz. Bir-birimizni doim qo'llab-quvvatlaymiz. Juda ham yoqimli bu. Darslarda til bo'yicha ozgina qiynalib qolyapman demoqchiman. Hamma narsani o'zini vaqti bo'lar ekan. Hozir men turmush tashvishlariga, ishxona bilan bog'liq ishlarga o'ralashib qolyapman-da, ozgina qiyinchilik bo'lib qolyapti. Menimcha hamma narsani vaqt soatida, shu yoshlarga tavsiyam ertaroq o'qishlari yaxshi menimcha.
Men nazarimda hechdan ko'ra kech bo'lsa ham mayli o'qib olyapman, xursandman bundan. Shu bolaligimizda maktabda ko'chirardik. Hozir mana universitetga kelib ham ko'chirib qolyapmiz ba'zi bir fanlardan qiynalib qolgan joylarimizga. To'g'risi jurnalistika kasbiga meni qiziqishim kasbdoshlarim, men ishlayotgan joyda jurnalistlar juda ko'p, ularga doim havas qilganman. Ular juda ham boshqacha ijodkorlar bilan gaplashishga ham maza qilasiz. Bir safda xizmat qilishga orzuim edi, balkim nasib qilib qolar bu joy bitirganimdan keyin. Men hozirgi kunda O'zbekiston Jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universitetini 4-bosqich talabasiman. Albatta o'qish jarayonlarimiz tugashiga ham oz qolyapti. Yaqin kunlarda, yaqin yillarda aniqrog'i diplom olamiz, bakalavr darajasidagi diplom. Albatta men bundan xursandman. Nimagaki bu meni ko'p yillik niyatim, orzuyim bo'lgan, maqsadim bo'lgan. Beshikdan qabrgacha ilm izla degan gap bor. Bu jimjimador gapdek ko'rinadi, tuyuladi, eshitiladi. Lekin nimaga bu gap to'g'riligini mana yashab, ishlab ko'rib bilyapmiz. Chunki bugun olgan bilimlaringiz, bugun ishlayapmiz. Bugun zamon shiddatli, davr shiddatli. Bugun olgan bilimlar ertaga asqotmay qolyapti. Jarayonlar tezlashib ketgan. Dastlab maktab tugatgan vaqtlarimda o'sha oilaviy sharoitimiz, o'zim imkoniyatlarimdan kelib chiqib Navoiy viloyatidagi, Navoiy shahridagi texnika kollejiga o'qishga topshirganman. Sirtdan o'qishga topshirganman. Nimagaki kunduzgida o'qish imkonim yo'q edi. Sirtda o'qib, o'sha qishloq xo'jaligi ishlarida band bo'lardik. Texnika kollejini o'rta maxsus diplom bilan soliq yo'nalishida tugatgan bo'lsam ham Navoiy viloyat radiosiga ishga qabul qilindim. Yarim stavkaga. Men ovoz yo'nalishi bo'yicha ishga kirgandim. Ovoz yozish pultlari, kompyuterda ishlash hammasini ustozlardan o'rgandim. Yillar o'tgan sari ovoz operatorligidan ovoz rejissyorligiga, televideniyaga ishga o'tdim. Bu yerda ham ustozlarning ko'magida ishlab boryapman. Demoqchi bo'lganim hamma jarayonlarni ish jihatdan o'rganyapman. Lekin ish jarayonida shunaqa bo'layaptiki, yoshim kattarayapti, tajribam oshyapti. Bu tabiiyki o'sha rahbarlarning bo'lgan ishonchi ortyapti-da, ma'lum bir ishlarga, yo'nalishlarga takliflar tushyapti. Lekin kadrlar boshqarmasiga borgan paytimda Umid aka, siz o'qimagansiz, o'rta maxsus ma'lumotlisiz, siz oliy ma'lumotli bo'lishingiz kerak degan o'sha kadrlar boshqarmasi o'zini talablarini aytishyapti. Shu paytda o'ylanib qolardim, baribir o'qishim kerak ekan, baribir o'qimasdan ishlab yuribman, lekin o'sish uchun o'zim sohamda yana ham yetuk mutaxassis bo'lib, o'zimga ham jamiyatga ham foydam tegishi uchun oliy ma'lumotli bo'lishim kerak ekan degan shu bir turtki, bir maqsad yana ham shakllanib, yana ham tiniqlashib boraverdi. Lekin oila qurganman, farzandlarim bor, oilam bor, tashvishim bor, ro'zg'or tashvishi bor. O'qishga imkoniyat to'g'ri kelmasdi hech. Yillar o'tdi-da, 2019-yil O'zbekiston tarixi telekanali prezident farmoni bilan tashkil qilindi, ochildi. Bu yerda dublyaj bo'limi ham bor edi. Men dublyajga qiziqishim bor edi. Tavakkal qilib ham o'zimni bir sinab ko'rish maqsadida 2019-yil Toshkent shahriga keldim. Toshkent shahriga kelganimda albatta dublyajga ustozlar ko'magida ishga qabul qilindim, kirdim. Ovoz yo'nalishi bu jarayonga qiziqishim borligi bois o'zlashtirib ketishga harakat qildim. Albatta meni yonimda juda ko'plab oliy ma'lumotli mutaxassislar bordi. Jurnalistlardan tortib, rejissyorlar, ovoz rejissyorlari hammasi oliy ma'lumotli edi. Albatta bu oliy ma'lumotli mutaxassislarning ichida o'rta maxsus ma'lumot bo'lib o'zimni ishimni boshladim. Mukammal o'rganishga harakat qilyapman. O'zimni ishimni 2021-yilda ba'zi sabablarga ko'ra dublyaj jarayonlari to'xtab qoldi. O'sha paytda men dublajda ovoz rejissyori bo'lib ishlardim. Va ungacha ham 2020-yilda ham men universitetga topshirishga harakat qilganman. To'g'risi kira olmaganman. 2021-yilda ham bu yana qat'iylashdi. Nimagaki dublaj jarayonlari to'xtadi. Men dublajda ovoz rejissyoriman. To'g'ri, ustozlar o'sha jamoam boshqa ovoz bo'yicha ishlarni berishdi, lekin menda shunaqa bir qat'iy fikr tug'ildiki, xo'p bugun dublajda ishlayotgan ekanman, ovoz rejissyori bo'lib,
borib dublyaj rejissyori bo'lishi mumkin edi, borib dublajda muharrir, yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin edi, lekin o'sha jarayonni o'zi yo'q. Qanaqa qilib ishlash mumkin? Qanaqa qilib o'sha jarayonni o'zi to'xtab qolgan bo'lsa? Va menda shunaqa bir qat'iyat paydo bo'ldiki, demak, oliy ma'lumot olishim kerak va o'zimda nima qobiliyat bo'lsa, o'shani mukammallashtirib, o'qib, bilim olib va yana qayta kasbga o'qishday gapda bu. Ovoz rejissyorligi boshqa jarayon, hozir o'qiyotgan axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar yo'nalishi bu umuman boshqa jarayon. Va hozirgi kunda 4-kursdaman, xursandman, kursdoshlar bor, yoshlar, o'zim tengilar, bitta ikkita yoshlar jamoasi bor. Ustozlardan kerakli bilimlarni olyapmiz. Bu jarayonlar meni xursand qiladi. Nasib bo'lsa, tez kunlarda diplom olish niyatdamiz. Endi hayotda shunaqa bo'lar ekan. Kimdir oddiyroq kasb egallaydi. Mas'uliyat jihatdan oddiyroq demoqchiman. O'qish talab qilmasligi mumkin, lekin oldingizga katta orzular, katta maqsadlar qo'yganingizdan keyin albatta o'zini sohasida yetuk ustozlardan ta'lim olishga, oliy ta'limni olishga baribir ishtiyoq bo'lish kerak, baribir jazm qilish kerak va shunga erishish kerak ekan. Bu ham bo'lsa, o'zini vaqtida bo'lgani ma'qul ekan. Nimagaki, men yoshim katta bo'lib o'qishga kirdim. Buni hozir o'ziga yarasha plus minus tomonlarini o'zim o'qish jarayonida ko'ryapman. Nimagaki, ish, oila, ro'zg'or tashvishlari bilan band bo'lamiz, xotira nisbatan susaygan. Ba'zi bir bilimlarni olishda, ayniqsa til borasida, ingliz tili, arab tili, til borasida qiyinchiliklarga duch kelyapman. Hozir mendan so'rashsa, aynan hozir mana siz so'rayapsiz. Men aytmoqchimanki, inson umrini nimaga, qaysi paytda sarf qilish to'g'riroq degan narsaga aytmoqchimanki, yoshlikni ilm olishga, bilim olishga sarflash kerak ekan. O'rta yoshda esa o'sha olgan bilimlarini, olgan ustozlardan olgan fanni nasihatlari va bilimlarini, kerakli tajribalarini ishda, amaliyotda qo'llab, jamiyatga foydasi tegish kerak ekan, o'ziga ham, jamiyatga ham. Va keksalikda esa mana shu o'rganganlari, bilganlarini, orttirgan tajribalarini shogirdlarga, o'zidan keyingi avlodga qoldirish, o'rgatish to'g'riroq bo'lar ekan deb o'ylayman.